Internetda shunday raqamlar borki, ularga telefon qilinsa, o'sha telefon qilgan odam jinni bo'lib qoladi yoki vasvasaga tushadi. Men o'sha 3 ta nomerlarni sinab ko'raman. Siz ungacha videoga like bosib qo'ying. Bizda birinchi raqam mana shu. Bu 10 ta olti raqami. Biz unga hozir telefon qilib ko'ramiz. O'xshaydimi, o'xshamaydimi bilib olasiz. Biz bu raqamga juda ko'p bog'lanmoqchi bo'ldik. Lekin unda doimgidek bu raqam noto'g'ri terilgan deyaverdi. Lekin ikkinchisi aniq ishlaydi. Bizda ikkinchi raqam. Men bu nomerga bog'lanmoqchi bo'lganimda ikkinchi raqamga, lekin bir muammo yuzaga kelib qoldi. Sizning hisobingizda mablag' yetarli emas dedi. Mayli, keyingi safarga agar shu video ko'p like yig'sa, hisobga pul tashlab sinab ko'raman. Bizda 3-raqam. Mana endi 3-raqamga ham yetib keldik. Bu ishlaydi degan umiddaman. Lekin bu doimgidek xato terilgan deyapti. Mana bizda hech qaysi raqam o'xshamadi. Demak bu xatolik. Lekin bittasi o'xshaganga o'xshadi. Ikkinchisi sizlar sinab ko'ringlar. Baqa yur. Keyingi safar o'xshaydi deb o'ylaymiz. Endi to'g'ri olana. Menimcha o'xshaydi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Meni 1000 ta qilinglar.